أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 38. Sure Sad Mekke'de nazil bo'lgan 88 oyat. Nahayat şefqatlik, mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Sad Shalliq Qur'on bilan qasamki, bu Qur'on haqiqatan mo'jizadir. Balki kofirlar iymondan bosh tortmoqda va Rasulullahga muxolifiyatchilik qilmoqda. Ulardan ilgari kufr tufaylidan nurg'un ummatlarni halok qildik. Ular azobni ko'rganda faryod qildi. Halbuki bu qochadigan vaqt emas. Ularga o'zlarining ichidan bir ogohlantiruvchi, ya'ni payg'ambar kelganligiga ular hayron qilishdi. Kofirlar aytdi, bu bir yolg'onchi sehrgardir. O nurg'un ilohlarni bir iloh qilmoqchimi? Bu haqiqatan g'alati ish. Ularning, ya'ni Qurayshning kattalari so'rinlardan qo'zg'alib chiqib etdi. Sizlar meninglar ma'budlaringlarga ibodat qilishda ching turinglar. Bu haqiqatan bizdan iroda qilinadigan bir ish. Ya'ni Muhammad sizlarni dininglardan tandirib, sizlarga o'zining ustunlik qozonishini iroda qiladi. Buni biz boshqa bir dindan, ya'ni Nasara dindikilardan anglamadik. Bu faqat o'ydirmadir. Qur'on bizga nazil bo'lmay, uningga nazil bo'ldimi? Balki ular mening zikrim, ya'ni Qur'ondan shaktidir. Balki ular texi mening azobimni tetig'ini yo'q. Yoki ularda g'olib, nayati karamlik Parvardigoringning rahmatining xazinalari bormi? Yoki ular osmonlarning, zaminning va ularning orasidagi narsalarning podshohligiga egami? Agar ular ega bo'lsa, ular o'zlarini osmonga olib chiqadigan shotilarga chiqsin. Ular Rasulullahga qarshi jamoalardan uyushgan, mag'lub qilinadigan qo'shindir. Ulardan, ya'ni Quraysh mushriklaridan ilgari Nuh qavmi, Ad qavmi va qo'ziqlar egisi Fir'avn qavmi payg'ambarlarni inkor qildi. Samud qavmi, Lot qavmi va aykiliklar, ya'ni Shuayb alayhissalom qavmi payg'ambarlarni inkor qildi. Ana shular payg'ambarlarga qarshi uyushgan jamoalar edi. Ulardan payg'ambarlarni inkor qilmagan birmi yo'q. Shuning uchun ularga mening azobim tegishli bo'ldi. Bular faqat bir ovoz, ya'ni birinchi qitimliq so'rinili kutdi. U qaytalanmaydi. Ular masxir qilish yo'li bilan Parvardigorimiz, sen bizga azobdan va'da qilgan nasibimizni bizga baldirroq qiyomat kunidan ilgari bergin deyishdi. Ularning so'zlariga sabr qilgin. Allohning dushmaniga qarta kuchli bandimiz Davudni asligin. U haqiqatan Allohga itoat qiluvchi edi. Biz haqiqatan tog'larni Davudga bo'ysundirib berdik. Ular Davud bilan attigini oqshimi tasbih aytadi. Qushlarni uningga bo'ysundirib berdik. Ularni taraf-tarafdan to'planib Davud bilan birga tasbih aytadi. Tog'larning, qushlarning hammasi Allohga itoat qiluvchidir. Davudning saltanatini kuchaytirdik. Uningga hikmat va hamma odam tushunadigan ro'shan so'z iboralarni ato qildik. Ey Muhammad, da'vo qiluvchilarning qissasi senga yetdimi? O'z vaqtida ular Davud ibodat qilayotgan masjidning temidan ortilib tushdi. Ayni vaqtda ular Davudning yeniga kirdi. Davud ulardan qo'rqdi. Ular Davudga, qo'rqmagin, biz birimizga chekilgan ikki da'vogarmiz. Bizning oramizda odillik bilan hukm qilgin. Nohaq hukm chiqarmagin. Bizni to'g'ri yo'lga boshlagin dedi. Ularning biri, shubhisizki mening bu qarindishimning 99 sog'lig'i bor. Mening bir sog'lig'im bor. Qarindishim u bir sog'lig'imni menga bergin deydi. Aramizda bu to'g'riliq munozara bo'lib, u meni so'zda yengib qo'ydi dedi. Davud aytdi, o sening sog'lig'ingni o'zining sog'liqlariga qo'shib olishni talab qilib, rostilla seni bo'za qilibdi. Nurg'un sheriklar, ya'ni do'stlar, shubhisizki bir-birining haqqiga chiqiladi. Faqat iymon etgan va yaxshi amal qilganlar bir-birining haqqiga chiqilmaydi. Bular azdir. Davud bizning uni sinig'anligimizni bildi. Parvardigordan mag'firat talab qildi, sajdaga bordi. Allohga tavba qildi. Biz uning xatoligini afo qildik. U bizning dargoyimizda albatta yaqinlikqa va yaxshi oqibatga ega bo'ladi. Ey Davud, seni biz haqiqatan yer yuzida xalifa qildik. Kishilarning orasida odillik bilan hukm chiqargin. Nafs xohishingga ergashmaginki, u seni Allohning yo'lidan ozdiradi. Allohning yo'lidan ozganlar,
hisob kuni ya'ni qiyomat kunini unutilganliklari uchun haqiqatan qattiq azobga duchor bo'ladi. Osmonni, zaminni va ularning orasidagi shaylarni bekor yaratmadik. U ya'ni ularni bekor yaratilgan deb qarash kofirlarning gumonidir. Kofirlarga do'zaxdan voy. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarni yer yuzida buzg'unchilik qilganlar bilan o'xshash qilamdiq yoki taqvodorlarni fojirlarga o'xshash qilamdiq. Bu ularning oyatlarni tafakkur qilishlari uchun, aql egalarining vaz-nasihat elishlari uchun biz sana nozil qilgan muborak kitobdir. Biz Davudga Sulaymonni ato qildik. Sulaymon nima degan yaxshi banda, u Allohga haqiqatan itoat qiluvchi edi. O'z vaqtida kashqurulliga uningga yaxshi yuguruk otlar to'g'irlandi. Sulaymon aytdi: "Men haqiqatan otlarni Parvardigorimni eslash uchun yaxshi ko'rdim. Ular ko'zimdan g'oyib bo'lguncha, ularni ko'zdan kechirish bilan bo'ldi." Sulaymon aytdi: "Otlarni mening oldimga olib kelinglar." Otlar elib kelingandan keyin Sulaymon ularning pochoqlarini, bo'yinlarini silashga boshladi. Biz haqiqatan Sulaymonni sinadik. Uning taxti ustiga bir jasadni tashladik. Ondan u buning sinoq ekanligini bilib tavba qildi. Sulaymon aytdi: "Parvardigorim, menga mag'firat qilgin. Menga mendan keyin mendan boshqa hech odamga muyassar bo'lmaydigan podshohlikni ato qilgin. Sen haqiqatan ko'p ato qilguvchisan." Biz Sulaymonga shamolni bo'ysundirib berdik. Shamol Sulaymonning buyrug'i bo'yicha u xohlagan tarafga larzon mang'atdi. Hamda uningga katta binolarni salolaydigan qurg'uvchi va dengizlarga cho'kib unchi marjonlarni ilib chiqa oladigan g'avvas shaytonlarni bo'ysundirib berdik. Yana nurg'un shaytonlarga ishkal silingandir. Biz Sulaymonga aytdikki, bu bizning sana bergan keng atoyimiz. Uningdan sen xohlagan kishiga bergin yoki bermagin, bu vaqtda sendan hisob elinmaydi. U bizning dargoyimizda haqiqatan yaqinlikqa va yaxshi oqibatga ega bo'ladi. Bandimiz Ayyubni aslagin. U o'z vaqtida Parvardigoriga iltijo qilib, shayton haqiqatan menga jafo mushaqqat va azob yetkazdi deb nido qildi. Uningga putung bilan yerni tepkin dedik. U puti bilan yerni tepivdi, suzuk bir buloq etilib chiqdi. Biz uningga bu yuyunsimi bo'ladigan, issimi bo'ladigan so'g'uq sudur dedik. Biz uning kesal vaqtida ofatga uchrab yo'q bo'lgan ahli avlodini yangidan berdik. Ular bilan birga bir barobar ortiq berdik. Bu bizning nozil qilgan rahmatimizdir. Aql egalari uchun vaz nasihatdir. Uningga qo'ling bilan bir bog'lam cho'pni elib, uning bilan ayolingni urg'in, qasimingni buzmag'in dedik. Biz Ayyubni haqiqatan savrchan bayqudik. O nima degan obdon banda, haqiqatan u Allohga tavba bilan yuzlanguvchidir. İbadetli kuchlik, dinda basratlik bandalarimiz Ibrohim, Ishoq va Yaqubni aslagin. Ularni biz pok xislatlik, oxiratni aslab turadigan samimiy kishilar qildik. Ular bizning dargoyimizda haqiqatan alohida tanlangan kishilardir. Haqiqatan yaxshi kishilardir. Ismoilni, İlyasani va Zulfikilni aslagin. Ularning hammasi yaxshilardandir. Bu vaz nasihatdir. Taqvodorlarga albatta yaxshi oqibat bor. U turalg'i bo'lgan jannatlardan iborat bo'lib, ularga uning darvozalari ochiqdir. Ular jannatlarda taxtlarga yo'linib o'ltiradi. Ular jannatlarda nurg'un mevalarni, nurg'un sharoblarni talab qilib akeldirib turadi. Ularning yonlarida erlardan g'ayriga ko'z solmaydigan yosh qurami o'xshash juftlar bo'ladi. Bu sizlarga qiyomat kunida va'da qilingan ne'matdir. Bu haqiqatan bizning oyatlarimizdirki, u hargiz tugamaydi. Bu haqiqatdir. Kofirlarning oxirati bo'ladigan joyi haqiqatan eng yomon joydir. U jahannamdir. Ular jahannamga kirdi, u nima degan yomon joy. Bu kuydirgichi qiziq sudir, qon yeringdir. Ular buni tetsin. Ya'ni ularga mushu qildiki boshqa turlik azoblar bor. Agashguvchilari bilan do'zaxga kirgan chaqda agashtirguvchilarga aytiladi: "Bu jamoa sizlar bilan birga kirguvchidir." Agashtirguvchilar aytadi: "Ular qarshi ilinmaydi, ular cho'qim bizga o'xshash azobni tetuvchidir." Agashguvchilar aytadi: "Balki sizlar qarshi ilinmaysizlar. Sizlar azobni bizga elib keldinglar, ya'ni bizni ozdirib do'zaxga kirishimizga sababchi bo'ldinglar. Bu nima degan yomon joy." Ular ya'ni agashguvchilar: "Parvardigorimiz,
bizga bu azobni ib kelgan odamga do'zax azobini ikkasi ziyoda qilgan deydi. Ular yana kofirlarning katta boshlari aytadi. Biz dunyodagi chaqda yomonlardan hisoblaydigan odamlarni, ya'ni mu'minlarni do'zaxda ko'rmaymiz-ku. Ularni biz dunyodagi chaqda masxir qilatdik-ku, yoki ulardan ko'zda eg'ib ketdimi? Ya'ni ular do'zaxda biz bilan birga tursimi ko'rmayotamdiq. Ahli do'zaxning bu ravishda o'zaro janjallashishi cho'qimdir. Ey Muhammad, Makka kofirlarga aytqinki, men faqat bir ogohlantiruvchiman. G'olib bir Allohdan boshqa hech iloh yo'qdir. U Alloh osmonlarning, zaminning va ularning orasidagi shaylarning parvardigoridir. G'olibdir, o'zi xohlagan bandalarni nihoyat mag'firat qilguvchidir. Ularga aytqinki, u cho'ng xabardir. Sizlar uningdan yuz o'raysizlar. Farishtalar Odam alayhissalom to'g'risida munozirlashayotgan chaqda men ularning ahvolini bilmaydim. Menga faqat vahiy qilindiki, men ro'shan bir ogohlantiruvchiman. O'z vaqtida Parvardigoring farishtalarga aytdi: "Men haqiqatan loydan bir odam yarataman, uni men ravurus yaratgan va uningga jon kirgizgan vaqtimda uningga sajda qilinglar." Farishtalarning biri muqammay hammasi Odam alayhissalomga sajda qildi. Faqat iblislar bo'yin tovliq qildi, u kofirlardan bo'lib ketdi. Allah aytdi: "Ey iblis, men o'z qo'lim bilan yaratgan insonga sajda qilishdan sana nima to'sqinlik qildi? Uningga sajda qilmasliging takabburlik qilganligingdanmi yoki yuqori martabaliklardan bo'lganligingdanmi?" Iblis: "Men uningdan ortiq. Meni o'tdan yaratding, uni loydan yaratding" dedi. Allah: "Sen jannatdan yo'qol, sen haqiqatan qo'g'landi bo'lding. Sana haqiqatan qiyomatgacha mening la'natim bo'lsin" dedi. Iblis: "Parvardigorim, menga xaloyiq tirildiriladigan kun, ya'ni qiyomat kunigacha muhlat bersang, ya'ni meni hayot qoldirsang" dedi. Allah: "Jazman sana ma'lum vaqtgacha muhlat beriladi" dedi. Iblis aytdi: "Izzating bilan qasamki, ularning hammasini cho'qim ozdiraman. Ulardan faqat tanlangan bandalaringlar buningdan mustasno." Allah aytdi: "Mening so'zim haqdir. Men haqni so'zlayman. Sen bilan va ulardan sana ergashganlarning hammasi bilan cho'qim jahannamni to'shqizaman. Aytqinki, Allah tarafidan kelgan vahiyni tabliq qilganligimga sizlardan hech haq talab qilmayman. Men Qur'onni iftiro qiluvchilardan, ya'ni yolg'ondan to'quvchilardan emasman. Qur'on faqat jahon ahli uchun vaz nasihatdir. Bir muddatdan keyin uning rostligini cho'qim bilasizlar."